milliy taom, osh markaz, shashlik, besh barmoq yoki dastavkaga ovqat chiqarish bo'yicha tayyor yurib turgan milliy taom oshxona biznesini juda ham chiroyli narxga topib qo'yganmiz. Lokatsiyasi ham zo'r joyda. Shundoq Malika Perekroskasi Korzinkani yonida joylashgan. Asosiysi o'zini parkovkalari bilan bu joyimizda 10 ta qozon, o'choq, gazlarigacha, 380 tok, suv kanalizatsiyalarigacha hamma narsasi dokumentalniy qilib ulab qo'yilgan ekan. Unisidan muammo yo'q ekan. Vichnoy sistemalari, nerjevikidan stollari, gaz plita deysizlarmi? Xullas, ishlash uchun hamma narsasi, даже posudalarigacha tayyor qilib qo'yilgan. Bundan tashqari zagotovka xonasida ham misorovka, friturnica, 9 litrli duxovkalari, xolodilniklaridan umuman muammo yo'q ekan. Ishlash uchun hamma narsalari yetarli qilib qo'yilgan. Bu joyimiz 120 kishiga mo'ljallangan. Remontlari, hamma narsasi milliy taom uchun juda ham mos qilib qo'yilgan. Stol, yumshoq mebellari hammasi yaxshilardan qilingan ekan. Zakaz olish uchun post tizimlar, konditsionerlari, kamera nablюдениялari, remontlari, svet освещениялari, xullas hamma narsasi ishlashga tayyor qilib qo'yilgan. Kunlik savdosiga kelsak, hozirgi paytda 20 million ekan, lekin bunisini yana ham ko'tarsanglar bo'ladi ekan. Bu joyimiz 450 kvadrat, arenda narxiga kelsak 6000 dollar ekan, lekin sizlar 3000 dollar berishingiz mumkin. Sababi somsa tashqarida va ichkarida fast food uchun sub arendaga berilgan, ular 3000 dollar pul beradi. Shuni hisob bilan sizlarga 3000 dollarga aylanadi. Biznes narxiga kelsak, shu hammasi sanalgan, sanalmagan, ko'rib turgan narsalarga 130 ming dollar rasxod ketgan ekan va bu joy sizlar 79 ming dollarga olishinglar mumkin va yana ozgina o'tib beradigan joy bor. Sotilish sababi akalarda boshqa bizneslar bor ekan. Fokus yetmayotganligi sababli srochni berib yuboriladi.